Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana ko'rishimiz mumkin. Xo'jamay Xonota bobomizni aynan yotgan qabrlarini ko'rib, qo'ldan kelgancha oyatlar o'qib, Qur'on tilovat qilib, qabrlarni ziyorat qildik. Mana yaqindan ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana shunday tor joylardan o'tib, mana bu yerda ehson idishlari bor ekan. Mana skameykalar juda qulay sharoitlarga ega. Mana bu yerda ham o'tirib skameykada Qur'on tilovat qilib, mana Xo'jamay Xonota bobomizni qabrlarini ziyorat qildik, hurmatli obunachilar. Ko'rishimiz mumkin. Mana shunday shinamgina yo'laklar, qulay sharoitlar qilib qo'ygan. Har bir qo'li tekkan ustalarni ishlariga, haqlariga duo qilamiz. Xudo umrlarini ziyoda qilib, rizqlarini Allohim mo'l-ko'l qilib bersin. Ishlariga Xudo baraka bersin. Sihat salomatligini bersin. Mana ko'rishimiz mumkin. Manzaraga aslo gap bo'lishi mumkin emas. Bu ham juda bir buyuk aziz avliyo o'tganlar. Ushbu mana ko'rib turibmiz, mana Xo'jamay Xonota ziyoratgoh joyi. Bu yerda har qanday noma'qul ishlarni qilish aslo mumkin emas. Kelasiz, faqat yaxshi niyatda mol so'yib ziyorat qilib ketishlaringiz mumkin. Ko'plar kommentariy yozishi mumkin, qayerda deb. Surxondaryo viloyati Boysun tumaniga qarashli Darband qishlog'iga kelib, Saribozor degan joydan kirib, yo'l-yo'lakay kelaverishda darani qoq o'rtasida joylashgan Machay, Toqchi, Qizilnavr, Xo'jadiyak, Kentalaga ketadigan darani ichidagi yo'lni o'rta qismida joylashgan. Mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerga quyosh kam tushib, o'ta salqin joylardan biri hisoblanadi. O'zbekistonimizda ham eng bir yaxshi ziyoratgoh joylarini bir 10 ta, 5 talik bo'lsa, shu 10 talikni ichiga kiradigan juda hurmatga sazovor ziyoratgoh joy maskani. Hurmatli obunachilar, Akmal Jumayevni qo'llab-quvvatlaymiz, videolarni oxirgacha ko'ramiz. Rahmat, sog' bo'linglar, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar, hurmatli do'st birodarlar.